20 nima 29-30 may bo'lib o'tadigan bloger Nasriddin shousi ikkita bilet oldim. Bilet tushamizmi? Ha, tushamiz. Ay, nima bo'ldi, Gari? Yana chandig'im o't bo'lib yonyapti. Qora lord, bu yerga nimaga keldik? Bloger Nasriddin shou konsertining biletini qo'lga kiritgani keldik. Axir ular 4 kishi. Biz ularga bas kela olamizmi? Mani cho'pim bor. Menda ham bor. Maniki o'rik daraxtiniki. Amaniki, bodomniki. Gari, bekordan bekor chandig'ing o't bo'lib yonmayotganing. Mana sababi. Ular menimcha bloger Nasriddin shou konsertining biletini qo'lga kiritishga kelishgan. Gari, endi nima qilamiz? Urushdan boshqa ilojimiz yo'q. Ketdik. Prichoskam yarashibdimi? Sartaroshdan keldim. Nima edi? Espresso. Salom Harry Potter, qalaysan? Biz yana uchrashdik. Kalakammi? O, kalakammi, kalaka qimalaring. Zaminda sen bizdan hech qachon biletni qo'lga kirita olmaysan. Avada Kedavra! Nima bo'pti? Aytdim, bodomnikida ber tur. To'g'ri, bodomniki. Avada Kedavra! Hajme, men ustozim Najmi.